Assalamu alaikum, hurmatlı mekendeşler, hurmatlı katalocular, kandaşlar. 2026 yıl. Hafta kunga subota 6 gün. Batkan oblast, Qadamjay rayon, Qizilqaya shahar tuğanda. Bozorda bo'lib turgan buqa, son uylar, elita uylar, jaydar uylar bo'lishuncha baарын realdi olalarını tartib sizlarga ko'rgazamiz. Nazarınızlar vurup görüyorlar tuğanlar. Tuğanlar elita oylardan 169 bin so'mga dıyqanға kettir. Mana idishni qarangizlarchi. Idish suluv ekan. 169 bin so'm bo'libdir. Sınav uydu 164 deyo shunday bo'libdir. 169 bo'libdir. Torpa urg'ach ekan. Mana ola. Torpa erkek mi? Yok, cipsel nime qilib tur. Şaşmayıp tur. Akçası qancha akçası? 55 verdi. Tecip bazı 55 mi? Ya onda nime qilsam? Yani ciptimi deydi estirib qo'ysam. Soluv ekan. Mana tarıl qanchaga bordi? Qancha va? Qancha? Qizig'ingiz? 220 ming so'm. Qancha berdi bozor? Bozor 90 bereyim deydi. 190 ming so'm bozorda. Yaxshi berekesin bersin. Yaxshi uy ekan. Bu adam koparıp verir, rahmat eylesin. Ya buna elita klaslar qancha bular bolar, Bolar necha? 180 ne? 180 ming so'mdan. Buna 3-chi tomoni ol ekan-da. Bir qo'rov bunlar shu. Bir odamlik ekan. 180 ming so'm qaysin? 170. Ya 60 ga beradi. 180 ming so'mdan kim bor ekan? Azdan beri oğlum da cadde gitmeyiz. Ne idishlar tuğanlar? Ne oyunun idishleri? Ben iş yerine batmaytam da. Çoğurak olsun gene mi? Ya Manasker. Ya bu qancha tuğan uylar uka? Birinci onlar bunu. Birinchi uy. Can açma. Can qarın, can açma deydi. Tuğanlar el köp. Erteminen bolatkan realdu olalarını çağırdı. Buna qanchанчы torpoq aka janda? 3-chi erkek torpoğu? Erkek torpoğu menen eken. Nomer aytpaysiz qiziqqanlarga uydan. Aytingchi aka qiziqqanlarga nomer aytingchi. Or 0774 91 92 95 180 mingdan kam bor ha? Buna targılam sizde da? Bol tuğanda targıl uydan kıraverese. Ekinci torpoğu ekan erkek torpoğu menen. Süt qancha targıldın? 15 tege çok. 15. Mallardıçı mallar примерно bojamol menen. Tuğanda nargın 10 litre bergisin 8 litre sütü var ekan deydi. Hazır nomerge çalıp baylanışıp görüp alaveresizler. 180 ming kam bor deydi. Çalıp ko'raverasizlar. Tuğanlar 180 ming so'm kam bor deydi. Torpoq erkek ekan ha? Urg'ach aka. Urg'achi u. Ekinchi olasiz, yaş xunasi. Ekinchi torpoq O'ta urg'ach. sog'inga jo'sh, 12 litr sutida jo'q. 12 litr sutuna jo'q. Tepse, süsse, cevese, içpese oyağına jo'q. Tartan şokoladını yaxşılar. Nomer beresin nomer? 0501 0501 33 33 90 24 WhatsApp. 90 24 WhatsApp. Qiziqqanlar boylanışıp ko'raverasizlar. Yaxşı bular. Tuğanlar. Bana idişi öte sulu uy. Nasıl odası bitti. Oşul uy menen. Oşul uy menen. Torpoğu. Erkek torpoğu menen. Buna uy satılıp dur. 318 ming so'mga satılıp dur oşol eke uy. Tuğanlar. Elita uylardan, жақшыларынан
Qancha ekan bu aka? 320 ming. 320 ming so'm kemi bor deydi. Mana to'rpog'i. To'rpoq erkak bu, urg'achi bu. Bu urg'ach. Urg'achi to'rpog'i bilan 300 to'rpog'i. 320 ming so'm deydi. O'lchab 3 emchak. Ha, 3 emchakmi? Ova. Ha, 3 Mana emchak ekan. Bu qo'yga Bo'ldi, qo'yib bo'ldi. qo'ydi tag'in. Qochqan ha? Bo'ldi. Bo'ldi, kim qo'ying, sova qo'ying, sova. Mana polvon aka. Bo'ldi. To'rtta beraman. Esep. 320 ming so'm bozor qancha berdi? Bozor har xil qilyapti. Uyda bor-ku, enchi va uylar. Elchi bor, kuchli molar. To'g'ondor. Sondan sapatqa uy izlaganlar boylanishib ko'raverasizlar. Uyda bor deydi tag'in keyingi. Qaysi parodorlar bor? Simental bor, galishtin bor. Simental, Galishtin parododagi uylar bor, ha? Ova. Bo'ldi. Shu nomer aytasizmi? Nomer aytamiz. Ayting. 55 ming. 0555 45 0109. 45 0109 WhatsApp. WhatsApp. To'g'ondor boylanishaverasizlar. Uyda 50 ta uylarning klasslari bor ekan. Qancha ekan buni Angus aka? 220. Urg'ochi erkak to'rpog'i. Urg'och to'rpog'i bilan 220 ming kemi bor deydi. Angus uy. Qanchani tug'an bular aka? Birinchi to'rpog'i ekan, jon ochmadi. Mana ishni ko'rib qolinglar. Ya buni olib qaysi paroda? Paroda qaysi paroda? Simental, toza simental deydi. Tug'andar cho'p oriq ekan. Eti. Bozor qancha berdi? 85 ming. Siz bertasizmi? 185 ming so'm. Qancha bor ekan suti? 15 ning garanta. Maşallah qanchani tug'an? 3 to'rpog'i deydi. Qayerda moli? Qayerdan keldi? Latviydan deydi. Maşallah, o'ta sonli berekasini bersin. Nerede savdo qildi? Realda bo'lsa, Abjapar aka savdo qildi. O'ta son 185 ming so'mga berib aytadi erkak to'rpog'i bilan. Berekasini bersin. 15 litr sutni garant ekan. Bo'zdag'an 225 mingga berib edinglar. To'rpog'i cho'ng to'rpog'i bilan 225 bo'lib tutganlar bo'z ekan davom variant. Qanchani tug'an jandaga? Ikkinchisi qardoq, uchinchisi. Berekasini. Bola tiyevi? Ha, yaxshi. 225 ming so'mga berib o'tdi. Yaxshi berekasini bersin. Qancha uy aka? 200 ming so'm kemi bor ekan. Erkak to'rpoq urg'ochi u. Urg'ochi to'rpog'i bilan 200 ming kemi bor ekan, simental parodada uy. Uchinchi to'rpog'i. Qancha sut beradi? Qancha? 10 litr sutning garantiyasi bor deydi. Elita uylarning suluvlari. Qanchaga berib edingiz sir bo'lsa aka? 170 qilsin. 170 ming so'mga berib edingiz. 172 ekan. Siz savdo qildingizmi? 172 ming. Berekasini bersin. Erkak bola. Qanchaga bordi uy aka? Assalomu alaykum. Savdo bo'ldi. Qanchaga yetib qoldi? 170. 70 ga berib eganda erta mendan az qancha bo'lyapti? Qancha savdo bo'ldi aka? 67 ortga qaytibdir. 173 ming so'rayapti. Erkak to'rpog'i bilan biraz tushaluv ekan. Qancha to'rpog'i jandag'i? Ikkinchi to'rpog'i deydi. Berekasini bersin, bu yoqda savdo bo'ldi. Tug'andar 50 ta klass o'ta ko'p kiribdir. Tug'andar bozorda top uy chiqibdir, o'ta cho'ng. Biri 70 bi, biri 65 bi bo'yi. O'ta cho'ng. Buna jandag'i uylarda qarangizlar, to'rpoq bo'lib qoldi. O'ta kuchli. Uy idişi bozuq şöyle. 305 ming so'm savdo bo'ldi. To'g'onlar 306 ming so'm savdo bo'ldi.
Topuğa ben satı olayın orada. Bizde köreyin orada. Ya Hasan aka. 306 ming so'm savdo bo'ldi. Tug'onlar bo'y 1.70 ni teginligindagi uy ekan. Ona göre 310 verdi odası 310 kadar tatlı. O janda cho'ng uylarni qaraganda torpoq bo'lib qoldi. Mana janda uylar. Shunga Жақсы uy degan so'zlar idishdan qaranglar. O'ta cho'ng uy chiqib tur. 306 ming so'm savdo bo'ldi. Hatırlap koy. 306 ming so'mga beraka bo'ldi. Ayda o döngü ayda buradan döngü. Güzel uylar qaranglar. 506 mingga ketdi. O'ta cho'ng uy ekan, biroq. Qancha bulangusunuz aka? İkinci balası 230 kam var. 230 ming kam bor. Ikkinchi torpog'i deydi. Sut qancha suti? Torpog'ina jetadimi? Torpağını boşalt. 8 litr suti bor deydi. Rusya'dan gelgen. Rossiyadan kelgan. Plem kartasi bormi? Enesinin içinde gelgen. Ha. Enesinin içinde gelgen. Nomer aytingchi qiziqqanlarga. 0552 0552 0046 00 46 46 75. 75. Tug'onlar qiziqqanlar boylanishib ko'rasizlar. Berekasi bo'lsin. O'ta suluv. Qanchadan? 170 ga mana berkisi. Bunisi 150 ga jo'l suradi. Urg'ochcha ekan torpoqlar ha? No'y 170, no'y 150 ga jo'l suryapti. Ikkinchi torpoqlar deydi. Sütör qanchadan bor sütöri? 10 litrdan maşallah. Sonnaqa qiziqqanlarga nomer aytamizmi? Bo'ldi, sotilib ketadi ha? Bo'ldi, berekasini bersin. Yaxshi. Qancha ekan u aka? Ha? 180. Qancha berdi bozor? Aytaverasiz savdosi qiziq yerinde. 130'dan jo'g'ori. Torpoq erkak turg'achi. Erkak torpog'i bilan ekan. Suti qancha bor suti? 7-8 litr suti bor dedi. Erkak torpog'i bilan qanchani tug'an? 3-chi tug'an. 130 üstüne savdo bo'ldi. Nomer aytamiz qiziqqanlarga. 0221 83 81 83 55 ha? Ha 51 mi? 83 81 81 83 51. 81 83 51 bo'ldi aka. Qattiq söylüyorum aka. Qancha ekan aka? 200 ming kam bor ekan bu yerda. Tug'onlar elta uylardan ko'p tortiq bo'lishuncha sizlarga o'zimizning jaydar uylardan tortdan ko'rgazaylik. Qancha ekan uy? 140 ming so'm. Erkak urg'ochi torpog'i. Urg'och torpog'i bilan 140 ming deydi. Sut qancha bor suti? 5-6 litr suti bor deydi. 140 ming deydi. Qancha berdi bozor? 127 ming so'mga berilyapti. 127 ming so'mga berilyapti. 3-chi torpog' deydi. Nomer aytamiz qiziqqanlarga. Aytingchi. 0755 04 69 70. Berekasini bersin. Qancha ekan uy tug'an? 130 ming kam bor deb turg'och torpog'i bilan. Suti jetadi torpog'ina? Tug'an suti torpog'ina jetatgan ha? Jortovi. Uyzayt. Suti yo'q lekin. Qancha ekan uy aka? Uyingiz qancha ekan bo'lsa? Qancha? Qancha berdi bozor? 26 berdi. 426, 140 ming so'm kam bor ekan, 126 ga berilyapti urg'och torpog'i bilan ekan. Tug'onlar bozorda pododa to'kib. Ya buna uy qancha ekan aka? Uy qancha ekan? 120 kam var. Torpog' ne torpog'? Urg'och torpog'i bilan 120 ming kam bor deydi.
Qancha jong ochmoqmi? Ikkinchisi. Bo'ldi, bilmaydigan ha, birinchi ko'p bo'lsa ikkinchi turpoqda turib. Birinchisi ikkinchi turpoqda turib. Shu berekasmi. Nomer aytamiz qiziqqanlarga? Nomer aytamiz. Nomer aytamiz, nomer. 0504 27 07 99. Berekasmi bersin, o'ta sulu. Tuğanlar anamda gelip caş. Bu kadar poktordu. Görgözölçe kançadan eken bular aka? Kemi var? 55 bin sonundan kemi var dedi. Tuğanlar. Kança oldu mu ne oldu aka? Kança? 73'ke berip aytasiz. 73'ke berip aytam deydi. Buqa torpoqtorдун болушунча реалдуу боларын көрөлүш тугандар. Тугандар мына жерде соодасы бүткөн жеринен 66 миң сом болду. Буқа торпоқ. Мынакей. Тугандар жайлоо сезон башталды. Мындан караңыздар, бүт мына теринде. Жайлоо сезон башталып, базар кыймылдап калды. Кечеден болду эле кечеги базар. Бүгүнкү базар шаулда эле жакшы соода болду. Сен канча малларың? Канчадан? 75 миң сомдон кем бар дейт. 75 миң сомдон кем бар экен. Мундан канча болду ака? 75ке барды. Жакшы. Кем барбы? Базар канча берди? Sizdeki aka spot. Kem var. 100 ming kem var dedi. Kança verdi bazar? 97 ming verdi. Bu kançadan eken bu kadar kuman? 85 ming somdan kem var dedi. Kançadan verdi bazar? 76 ming 500 verip aytarsın. Nomer aytamiz mı? Qiziquvchilarga aytchi. 0771 24 10 69. Berekasini bersin. Tuğanlar mana yerda shevis sındı. Boluq torpoq turadi. Soda oldu. Qancha oldu aka? 87 ming so'm realda olsa bozorda savdo bo'ladi mol torpoq. 87 ga berib aytadi. Qanchadan aka Ruslan aka bular? 86 mingdan berilibdir, 92 mingdan keyin bor deb turadi ekan. Ondan kelib, buna spotlar qanchadan ekan spotlar? Qancha oldu? 91 ming so'mga olinibdir mana diqqan. Chiqib ketdi. Tak, tuğanlar mına ekönü 100'den kemi bar dep turadi ekan. Mına ekönü 90'dan kemi bar depdir. Yaxşı. Bakma buqa köp. Ya mallar qanchadan ekan? 210 ming so'm kemi bar ekan. 110 mingga 100 ming so'm kemi bar ekan. Tuğanlar buna qancha bo'ldi aka shular aka? Bermedingiz. 103 ming so'mga berilibdir. Bozorda bu qadağandalar to'lla. Biroq jash bu qator poqtir. Yaxshi xadovoy bo'ldi. Qancha ekan bular aka? 110 dan keyin. Qanchadan berdi bozor? 101 dan berilibdi. 110 dan keyin bor ekan, 101 dan berilibdi. Bo'ylarini tuğanlar Bojumol bilan 1.15 tegeragidagi buqalar. Qanchaga buni ol aka? 100 ming so'm pul bo'ldi. 100 ga bermay aytasizmi? 100 ming so'mga kichkina qo'shsa berib sotiladi deydi. 99 ming bo'ldi. Qaysil? 99
99 bin oldu deydi. Altısa? Kızıkkanlarga nomer aytağızı? Tak, aytavering. 0556 menen 104910 tuğanlar. Uşul akebizden sapatlı bukaları qarmaydı. Buna bukaları sattık. O onalardı. Ha, satkan bukalarınız var mı? Maşallah. Tuğanlar buna satkan bukalarını sizlerge көрсөтөйлү. Uşul akebizin. 130.500'e sattık. Buna alan ha? Tuğanlar ala. Buka 130.500 so'm boldu. Can başını көрkөсүп koylu. Nege? Dağın kaysın? Bunlar yakın 85'ten aldım. Aldыңыздар же саттыңыздар mı? 80. Туғандар мына қара менен мына қызылды 85-тен алыныптыр. Байланыша берсинби азыркы номерге ушулар керек болса? Ha, satılıptır. Туғандар булар satılıptır. Наркын 90 миңге сатыптыр. Хош. Наркы нар жағында турган 90 миңге, мына алла көйін 85 миң сомнан сатыптыр. Ondan kelebиз. Buna bukalar 96.500 somdan satıldı. Sattınız. Tuğanlar mına bukalarda 96.500 somdan. Ekönü? Ekönü sattır 96.500'den. Buna bukalar sattım. Buna bukalar 97.000 somga sattım. 97'ge sattınız. Sattım ha. Maşallah, kaça buka satıp koydunuz he? 12 baş. 12 buka sattık deydi, o pişi deydi. Maşallah, tuğanlar. Жақшы bukalardan kerek bolsa байланышы ola öreser uşul akebizden bazarda. Жүрөт soğudada, berekesin bersin öte soğunun. Kançadan boldu uşular aka? 202.500 so'm boluptur eki buka tuğanlar. 202.500 so'm. Bugün soğuda жақшы. Keche soğuda öte ödüm bolup kalgan. Bunlar kançadan boldu aka? Kançadan? 110 ming so'mdan. Kem var? Kem var eken. Kançadan değil? 110 ming so'mdan. Ya buna bizdekiler 105.000 somdan da pazarga salıştırıyoruz. Namda alsan Bizdeki 104.000 somdan kemi var. 104 ming so'mdan ha? Yok koşta satılır. Boylu dağına gene maşallah. 105 ming so'mdan kem var dedi. Öte son berekesin bersin. 100 yok koşta satılır. 100'ge koysa satıladi. Satılır. Tuğanдар, bozorda buqa dagı dele толтыра. Keyingi çıkarışı çeң, salamatта kalыңыздар. Sizlerge bolушунча bozorдағы реалдуу баларды чагылдып өтүп деп ойлойбуз. Assalamu alaikum va rahmatullohi va barakatuh.